Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. O'tgan darslarimizda biz iymon va kufrni tushuntirishlikda qalbga iymonni qanday o'rnatishligi va uni ziddi bo'lgan kufr nima ekanligi haqida dars qilgan edikda, o'shanda bir chizib tushuntirishlikni lozim deb topdik. Mavzumiz qalbdagi iymon va kufr. Bu insonni qalbi deylik, ya'ni insonni qalbini odamlar o'rgangan suratida bir chizmadik, u haqda ba'zi bir fikrlar borligi uchun. Ya'ni yaxshi odamlar qilmagan u rasmni. Bu shunchaki bir surat, faqat bir tushuntirishlik uchun insonni qalbiga iymon qanday o'rnashadi va iymon qayerda bo'ladi, ilm joyi qayerda, amal joyi qayerda va kufr, uni ziddi bo'lgan kufr qanday bo'ladi. Avvalambor insonda ko'rilgan va eshitilingan ma'lumotlar insonni mana shu bir tomonida fuat degan joyi, ya'ni bu fuat, mana buni yozib qo'ydik, mana fuat qalbdagi ilm o'rni. Shuni bir nima ko'rsatib qo'yilsa bo'lardi, mana shu yerda insonni mana shu ilm joyi fuat deyiladi. Ya'ni ilm. Bu insonni mana shu bir tomonda bo'ladi. Bu ko'z bilan ko'rilgan va eshitilingan ma'lumotlar tadabbur, tafakkur. Tadabbur va tafakkur tushunamiz nimaligini. Inson tadabbur qilishlik, bir narsani oqibatini o'ylash, tafakkur qilishlik, fikr yurg'izishlik va tazakkur bir eslatma, pand nasihat olishlik, tazakkur. Inshaalloh tazakkurni keyin yana chuqurroq tushuntiramiz. Hozir tadabbur bilan tafakkurni aytaylik. Tadabbur va tafakkurni tegirmon toshini, agar ta'bir joiz bo'lsa, orasida yanchilgan holatda bu insonni qalbida fuat degan joyga tushib ilm hosil bo'ladi. Insonni qalbida ilm hosil bo'lishligi uchun tadabbur va tafakkur bo'lmasa bo'lmaydi. Ilm qayerdan kelar ekan? Ko'rilgan va eshitilingan ma'lumotlar tadabbur va tafakkur toshi orasida yanchilib qalbga tushadi va qalbdagi ilm joyi bu nima deyiladi? Fuat. Fuat deb ataladigan joy. Mana shu ilmda hosil, qalbda ilm hosil bo'lgandan keyin, masalan Alloh haqida insonda ilm hosil bo'ldi. Alloh taolo osmonlar va yerni Robbisi, bizni yaratgan zot, Alloh haqida xabarlar kelgandan keyin, inson qalbida ilm hosil bo'lgandan keyin bu ilmdan bu yoqqa amal joyiga o'tadi. Mana bu tomoni, bu yog'i aytaylik amal qismi. Qalbni bir tomoni ilm qismi, bir tomoni nima? Amal qismi. Qalbdagi amal o'rni deyildi. Qalbdagi amal o'rni mana shu. Hozir qalbdagi amal o'rni deb bitta chiziq bu yoqqa ko'rsatma berishimiz kerak ekan. Qalbdagi fuat, mana bu ilm o'rni bu yoqqa. Tushunarli, muhimi. Xo'p. Ilm hozir bu yerdan qalbga o'tgandan keyin qalbda birinchi tasdiq paydo bo'ladi. Mana shu tasdiq qalbda paydo bo'layotgan nima? Birinchi ish qalb tasdiqlaydi. Ya'ni olingan ma'lumotni qalb nima qiladi? Tasdiqlaydi, haqiqatan ham shunday. Masalan, Alloh taolo yolg'iz, uni sherigi yo'q deb qalb tasdiqlaydi. Qalbdan keyin, tasdiqlagandan keyin qalbda amallar paydo bo'ladi. Birinchisi muhabbat. Allohni yaxshi ko'rish paydo bo'ladi. Inson o'z-o'zidan Alloh taoloni yaxshi ko'radi. Bu yaxshi ko'rishligi nimani ustiga qurilyapti? Tasdiq va tasdiq nimani ustiga qurilyapti? Ilmning ustiga qurilyapti. Ilmsiz tasdiq bo'lmaydi. Shuning uchun ham ilmsiz iymon bo'lmaydi desak bo'laveradi. Bu iymonni pog'onalari hozir hammasini yig'ilib turib bittada iymon deyiladi. Iymon istilohiy ma'noda. O'sha uchun ham iymonni faqat tasdiq degan kishilarni ta'rifi to'liq ta'rif emas ekanligi chiqadi. Tushunarlimi? Ya'ni yana takror aytamiz, ilmga qalbda paydo bo'lgan ilmdan samara chiqadi. Birinchi nima? Tasdiq, keyin muhabbat, Allohdan umid qilish, Allohga tavakkul qilish, Allohdan yordam so'rash, Allohdan qo'rqish. Bular qalbda ishlari. Umid qilish, Alloh taoladan qo'rqish, Allohga tavakkul qilish, bular nima? Qalbni amallari. Qalbni amallari. Iymon deb mana shularning hammasiga aytiladi. Ilm qalbni bilishligi va qalbni tasdiqlashligi va qalbdagi amallar, mana shularning hammasi va mana shu narsalar topilsa, inson tashqaridagi a'zosida amal qilmay iloji yo'q. Qalbida tasdiqi bor bo'lgan, muhabbati bor bo'lgan, umidi bor, tavakkuli bor, Allohdan qo'rqadigan odam tashqarida ma'siyat ishlarni qilib yuraveradimi? Hech bo'lmasa toat qilmaydimi u odam? Namoz o'qimaydimi u? Sadaqat qilmaydimi u odam?
hech narsa qilmasa bu narsa dalolat qiladiki, buni qalbida mana bu narsalar yo'qligiga yoki umuman susligiga. Iymon deganda istilohiy ma'noda iymon mana shu qalbdagi ilm va qalbni tasdiqlashligi va mana shu amallar qalb amallari. Bundan boshqa qalb amallari ko'p. Biz faqat bir misol uchun yozdik buni. Va a'zo bilan qiladigan amallar hammasi bitta bo'lib turib iymon deyiladi. Tushunarlimi? Endi iymonni ziddini tushunsak, biz yana ham iymonni ko'proq tushunamiz. Hozir qarang, birinchi ilm hosil bo'ldi. Ilmdan tasdiq chiqdi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Ma'nosi Allohdan bandalar ichida olimlarigina qo'rqadi. Ya'ni qanchalik insonda ilm ko'p bo'lsa, shunchalik qo'rquv ko'p bo'ladi. Qo'rqishlik bu qalbdagi amal. Qalbdagi amal ilmdan kelib chiqyapti. Amal nimadan kelib chiqyapti? Ilm qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik amal, qalbda amali ko'p bo'lib chiqadi. Endi bu oyatga qarang. Sayazzakkaru man yaxsha. Sayazzakkar tazakkur degani. Kim Allohdan qo'rqsa, Allohdan qo'rqqan eslatma, ibrat oladi. Ya'ni bu qo'rqishlik bu yoqda-ku. Allohdan qo'rqqan odamniga nima paydo bo'ladi? Ilm hosil bo'ladi. Ilmi bor holatda amal chiqadi. Amaldan ilm hosil bo'ladi. Qalbda ana shunday aylanishlik paydo bo'ladi. Bir qalb harakatga kelgandan keyin, masalan Alloh taolo aytadiki, vattaqulloh va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar, taqvo qalbdagi amal joyi. Va yuallimukumulloh, Alloh ilm beradi. Ilm nimadan kelib chiqyapti? Taqvodan kelib chiqyapti. Taqvo qayerdan kelib chiqyapti? Innama yaxshalloha min ibadihil ulama, ilmdan. Birinchi paydo bo'lgan narsa amalmi, ilmmi? Birinchi paydo bo'lgan narsa ilm. Ilm qayerdan keldi? Ko'rilgan, eshitilingan ma'lumotlar tadabbur va tafakkur toshi orasida yanchilib, keyin qalbga fuat degan joyga ilm bo'lib tushadi. Ilm ma'rifat hosil bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Keyin undan tasdiq paydo bo'ladi va qo'ydagi amallar paydo bo'ladi. Bu amallardan yana qalbga ilm bo'lib qaytadi. Ilmdan yana kuchliroq amal bo'lib qaytadi. Buni cheki yo'q buni. Buni cheki yo'q. Bu Alloh taoloning fazli bu. Qanchalik darajada ilmi katta bo'lishligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kabi, men sizlarni eng ichlaringda olimroqlaringman va eng Allohdan qo'rquvchiroqlaringman deganlar. Xo'p, bu qalbdagi iymonni holati bu bir. Keyin kufr, biz aytdikki, kufr 4 turli bo'ladi. Birinchisi kufri jahl. Bu ilmni ziddi. Kufri jahl, ikkinchisi kufri juhud, uchinchisi kufri ibo val istikbar, to'rtinchisi kufri nifoq. Kufri jahl degani birinchisi kufri jahl, bu insonni bilmasdan kofir bo'lishligi degani. Bu mana shu ilmga zid bo'ladi. Ba'zi odamlar bilmasdan kofir bo'lib yuradi. Masalan, Xitoydagi butparastlar, Hindistondagi, Xitoydagi butparastlar so'rasangiz hech narsani bilmaydi. Alloh haqida so'rasangiz eshitmagan ham, bilmaydi. Ularda mana shu ilm joyida nol, hech narsani bilmaydi. U odamlar kofir deyiladi, butparastlar kofir deyiladi, lekin ularning kufri o'sha kufrda qaysi darajasida? Ilm darajasida. Ya'ni ular jahl, kufru jahl degani o'sha bilmaydi, kofir bo'ldi. Tushunarlimi? Ikkinchi, ba'zi bir toifa odamlar borki, biladi, lekin tasdiqlamaydi. Ya'ni bilish to'ppa-to'g'ri hosil bo'lgan. Ko'rgan, eshitgan ma'lumotlarni tadabbur, tafakkur qilgan, ilm hosil bo'lgan, lekin tasdiqlamayapti. Bu kufr xuddiki Fir'avnning kufriga o'xshaydi. Fir'avn bildi, lekin nima qilmadi? Taslimadi. Musa alayhisalomning haqligini bildi, lekin sen yolg'onchisan dedi Musa alayhisalomga. Alloh taolo Qur'onda aytgan, Musa alayhisalom tili bilan aytadiki, laqad alimta ma anzala haula'i illa robbus samawati val ardi basair va inni la'azunnuka ya fir'aunu mathbura. Bu oyatlarni Alloh tushirganligini sen bilib turibsan dedi Fir'avnga. Demak, laqad alimta, sen bilib o'tiribsan degan. Yoki Alloh taolo boshqa oyatda aytadiki, vajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman va uluva. Ular oyatlarni inkor qildi, vaholanki qalblari aniq ishonib turgan edi. Mana bunday kufrni oti bu tasdiqlamayapti. Bilyapti, lekin nima qilmayapti? Tasdiqlamayapti. Bu kufrni oti ikkinchisi kufri juhud deyiladi. Bu tasdiqning ziddi bu. Kufri juhud nimani? Tasdiqning ziddi. Uchinchi holat biladi, tasdiqlaydi, lekin qalbdagi bu yoqdagi amallar chiqmaydi.
bilyapti, tasdiqlayapti, lekin amal qilmayman deydi. Bu holat xuddiki shaytonning holatiga o'xshaydi. Shayton biladimi Alloh taoloni? Biladi. Tasdiqladimi? Robbim deb nechta joylarda xitob qildi Alloh taologa, ey Robbim deb gapirgan. Lekin Alloh sajda qil desa nima dedi shayton? Qilmayman dedi, amal qilmayman degan. Buni oti kufrul iba val istikbor, arabchada bu unamaslik degani. Ya'ni haqni bilib turib, tasdiqlab turib, lekin yo'lga yurmayman deyishlik. Yoki bu kufrning yana bitta misoli, buni bitta misol shayton bo'lsa, bittasi Abu Talib. Rasulullohning amakilari. Abu Talib Rasulullohning haqligini aniq bilgan va tasdiqlagan ham, aytgan sen haqsan degan. Lekin men seni diningga kirsam odamlar meni ustimdan kuladi degan. Otasini dinidan yuz o'girib ketdi bu deb kuladi. Shu gapni xohlamayman eshitishlikni deb kofir bo'lib ketdi. Demak bu Abu Talibda shaytonning kufri nima? Kufrul iba val istikbor. U mana bu amallari bo'lmagan qalbda. Bu amallari bo'lmagan, lekin unda tasdiq bor. Tasdiq bo'lib turib amallar bo'lmasa ham bu kufr. Kufrning birinchi turi kufrul jahl, bilmasdan kofir bo'ladi. Ikkinchi turi bilsa ham lekin tasdiqlamaydi, Firavunga o'xshab. Uchinchisi biladi, tasdiqlaydi, lekin amal qilmayman deydi. U amal qilmasligining sababi nimadan? Bu ham kufr bu. Sababi nafs shahvatlari unga g'olib kelib ketishi mumkin. Masalan, savol bo'lishi mumkin, nega odam bilib turib amal qilmaydi? Qalbida nafs shahvatlari bor. Nafs shahvatlari mol dunyo shahvati, mansab shahvati, biladi haqligini, lekin shuni qilsa mansabdan ketib qolishligidan qo'rqadi. Yoki bo'lmasa ayollarga bo'lgan shahvat, hayvoniy shahvatlar yeb ichishga bo'lgan shahvat, yeb ichish yoki masalan uy jihozlarim yaxshi bo'lsin deydi, markabim yaxshi bo'lsin deydi. Bu shahvat, o'sha shahvatiga erishishlik uchun ba'zi haqdan yuz o'girish kerak bo'ladi odamga. Mana shu shahvati uni haqdan nima qiladi? Ustunlik qiladi ba'zi odamlarga. Mana shu bilan kufr yo'lga kirib ketadi, Alloh asrasin. Demak bu kufrning 3 ta turini tushuntirdik. Oxirgisi kufrun nifoq. Kufrun nifoq bu uchala holatda ham bo'lishi mumkin. Ba'zi bir munofiqlar bor, qalbida umuman ma'rifat yo'q. Faqat iymonni zohir qilib yurgan bo'ladi. Yoki ba'zi bir munofiqlar bor, qalbida ma'rifat bor, lekin tasdiqlamaydi. Lekin tashqarida aytib yuraveradi. Yoki ba'zi bir nifoq bor, biladi, tasdiqlaydi, lekin qalbida ergashaman degan bir aqida yo'q. Ergashaman degan niyati yo'q uni. Alloh asrasin, kufrun nifoq bu 4-inchisi. Bu barchasining ziddi bo'lishligi mumkin dedik va gapimizni oxiridagi aytayotgan gapimiz shuki, qalbda hozir biz ikkiga bo'ldik. Birinchisi ilm tomoni, ikkinchisi nima? Amal tomoni. Ilmni qanday hosil bo'lishligini aytdik. Amalni nimaligini aytdik. Iymonni daraja, nima bosqichlarini aytdik. Bu iymon darajasi emas, bosqichlari bular. Bosqichi birinchi mana bu yerda bo'ladi, keyin bu yoqda paydo bo'ladi, keyin mana bu hammasi bitta bo'lib turib nima deyiladi? Iymon. Bunga a'zolar bilan qilayotgan amallar ham kiradi buning ichiga. U amallar mana bulardan kelib chiqadi. Inson qalbida iymoni bor bo'lsa, tashqarida amal qilmasligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Agar tashqarida shunday bir amallarni qilsaki, masalan bir odam Qur'onni oyog'ini tagiga olib tepyapti. Oyog'ini nima qilyapsan desa, Qur'on tepyapti. Qur'onni bilasanmi nimaligini? Bilaman, Allohning kalomi, men tepyapman shuni desa, bu odamni qilayotgan shu kufr, lekin qalbida iymoni borligiga dalolat qiladimi bu? Aksi umuman qalbi nol degani buni. Mana shunaqangi ishlarni qilsa, bu qalbida iymoni yo'qligiga dalolat qiladi. Keyin qalbni ikkiga bo'ldik, bir tomoni ilm tomoni, bir tomoni amal tomoni. Asosan shaytonning shubhalari mana shu ilm tomoniga keladi. Va nafsning shahvatlari qayerga keladi? Amal tarafga keladi. Qaysi yomonroq? Nafsning shahvatlari yomonmi, shaytonning shubhalari yomonmi? Albatta shaytonning shubhalari yomon. Adashgan toifalarni aksariga qarang, mana xavorijlar birinchi chiqqan bo'lsa, xavorijlar nafs shahvatlari bilan emas, ular nima bilan adashdi? Shaytonning shubhasi bilan adashdi. Jahmiylar shaytonning shubhasi bilan, Mu'taziliylar shaytonning shubhasi bilan. Shayton eng katta kuch qaratgan narsasi o'zini o'qini ilmga qaratib o'tadi. Agar insonda ilmi buzilsa, buzuq ilmdan buzuq amal hosil bo'ladi. Buzuq amal hosil bo'lsa, buzuq amaldan tashqaridagi amallar hammasi buzuq bo'lib chiqaveradi. O'sha uchun ham shayton shahvati nafslarga ko'p, odamlarni tortishlikka ko'p qiziqmaydi u. Buni ham
e'tibordan qoldirib qo'ymaydi, shayton bunga aralashmas ekan deb o'ylamang. Shayton insonni qon yurayotgan joyda yuradi, lekin asosiy narsasi shaytonning shubhasi qayerga keladi? Insondagi ilm, fuat degan joyga keladi. Keyin bu qalbni bir rasmini chizilinganligi bu yerda haqiqatdan ham ikkiga bo'linib, albatta yarimi bu yoqda, yarimi bu yoqda emas, bir tushuncha hosil bo'lishligi uchun biz aytyapmiz bu narsani. Nususlar, Qur'on, sunnadagi nususlardan tushunganimizda bizni fahmimizga yaqinlashtirishlik uchun mana shu tushuntirsak o'zi yaqinroq bo'lar ekan degan bir tushuncha bu. Tushunarlimi? Ya'ni bu haligi iymonni paydo bo'lishlik darajotlari mana shunday bo'lib, kufr buni ziddi bo'lib turib, mana shu bosqichlardan o'tar ekan. Vallohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk.